Tayyor maxsus yodisiz, mana o'tdi. Tabriklaymiz. Сколько нашли? 20 из 20. Поздравляем. Советуете? Советую. Dilmurod. Самая лучшая школа. Dilmurod aka самый лучший педагог. Bunaqa yutuqlarga erishish uchun nima qilish kerak ekan, opa? Qoldirmasdan xavfsiz haydovchini tanlash kerak. O'qishni qoldirmasdan, hech nimani o'ylanmasdan, faqat xavfsiz haydovchini domlalariga ishonib, olg'a qadam bosish kerak. Gazini bosinglar. Tinchlik bo'lmadi? 20 Tabriklaymiz. O'qish kerak. Qayerda o'qish kerak, opa? Ekspress opa. Xavfsiz haydovchida o'qish kerak. Tabriklaymiz. Navbatdagi natijalar. Imtihonga kirib Murodillo 20 ta 20 ta topib chiqdi mana. Ko'rib qolinglar, hurmatli do'stlar. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Bugun 30-iyun sanasi xavfsiz haydovchi avtomaktabidan o'quvchilarimiz olib kelganmiz. Bomba natijalarni kutib qolinglar. Qani, bomba 20 ta. 20 tami? Bittada. Ha, gap yo'q. Mana hurmatli do'stlar, ko'pchilik so'rayapti, bittada o'tyaptimi bolalar deb mana. 30-iyun sanasi ko'ryapsizmi hurmatli do'stlar? Kelib o'qinglar, tavsiya qilasizmi? O'zi aytsin. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Eng zo'ri. Tabriklaymiz. Rahmat. Молодец. Dash opa imtihonga kiribdi. Сколько нашли? 20 из 20. Поздравляем. Советуете? Советую. Dilmurod. Самая лучшая школа. Dilmurod aka самый лучший педагог. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Eng zo'ri. Eng zo'ri. Tabriklaymiz. Dash opa. Amaliyotdan ham eson-omon o'tib oling. Поздравляем. Kasal bo'lmayman. 30-iyun sanasi hurmatli do'stlar, ko'rib qolinglar. Oybek, imtihon kiribdi mana 20 tadan nechta? 20 ta. 20 tani o'zi. Mana kimdan keyin mana shunaqa 20 ta kerak bo'lsa, tashrif buyuringlar. Orasida tavsiya qilamiz. Zo'r, молодец. Xavfsiz haydovchi Eng zo'ri. eng zo'ri. Davay, gazini bosinglar. Zo'r. A'lo. A'lo. Nomer Kelib один. o'qisin. Kelib o'qisin. Qayerda o'qisin? Xavfsiz haydovchi. Tabriklaymiz. Mana imtihon kirib Azizbek 20 tadan 19 tasini topib chiqdi. Bu ham yutuq degani. Kimda kim shunaqa natijalarga kerak bo'lsa, xavfsiz haydovchida kutib qolamiz. Qiyinchiliklar bo'lmadi. O'ta zo'r. Savollar, domlalar o'rgatgandek. O'rgatganda. Bilganga oson ekan. Oson. Xavfsiz haydovchi Eng zo'ri. tavsiya qilasizmi, kelib Hammaga o'qisin. tavsiya qilamiz. Do'stlar, kimda kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, xavfsiz haydovchida kutib qolamiz. Hazbi amaliyotdan ham salomon o'tib oling, tabriklaymiz. Siz yutug'ingiz bizga xursandchiligimiz. Durdona qiz Namangandan kelib o'qiyapti ekan. Shu kelib o'qiyotgan munosabati bilan mana xudo xolasa topshirildi qog'ozlari bilan chiqyapti. Necha kilometrda farqi yo'q ekan singlingizga mana uzadi emasdan kelib natijaga erishaydi, samый главный natijaga erishibdi mana hurmatli do'stlar. 30-iyun sanasi necha kilometr bo'lsa o'zingizlar kommentariyada qoldiringlar Andijondan Namangangacha. Bunaqa yutuqlarga erishish uchun nima qilish kerak ekan, opa? Qoldirmasdan xavfsiz haydovchini tanlash kerak. O'qishni qoldirmasdan, hech nimani o'ylanmasdan, faqat xavfsiz haydovchini domlalariga ishonib, olg'a qadam bosish kerak. Gazini bosinglar. Mana 30-iyun sanasi natijalarini ko'rib qolinglar. Resmi tabriklaymiz do'st. 20 ta 20 ta. Hurmatli do'stlar, navbatdagi natijalar. Imtihonga kirib Murodillo 20 ta 20 ta topib chiqdi mana. Ko'rib qolinglar, hurmatli do'stlar. Savollar qanaqa ekan Murodillo? Mana shu oson ekan. Bilganga osoni, tayinlansa bo'ldi. Kelishsin o'qishini tavsiya qilasizmi? Tabriklayman. Молодец. Tepladiz-a? Ha, oxirida shunaqa qiynaldim, to'g'ri. Yo'q. Bitta qoldi, nima qilishni bilmay bitta. Bitta videoda tushungan aka. Sherzod aka rahmat katta. Tavsiya qiladi, shunga mana murojaat qiling deydi. Kelib o'tib oldi. Murojaatimiz bekor bo'lmabdi. Yo'q, rahmat. Rezultatli murojaat. Zo'r oldi rezultat. Kutib qolamiz. Maza qilinglar xullas. Hozir amaliy nazariy imtihonlardan o'tib chiqishyapti. Xudo xolasa ijobiy natijalarimiz zo'r. Sizlarga ham shunaqa natijalar kerak bo'lsa, bitada prava olmoqchi bo'lsanglar va 12 avtomashinasini yutib olish imkoniyatiga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, avtomaktabimizda kutib qolamiz. Xavfsiz haydovchi va avtoledi eng zo'r. Молодец. Qulug'isin. Qiynamadingizmi? Muhammad Ali akaga bormaysiz. Tayyor maxsus yodisiz, mana o'tdi. Tabriklaymiz. Shunaqa natijalar kerak bo'lsa, xavfsiz haydovchi hamda ushlamanglar deyapti. Tabriklaymiz. Xavfsiz haydovchi hamda avtoledi o'quv markazidan biz taklif qilib qolamiz. Qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadim. Ayting. Men doim tez yurardim. Bu safar sekin yurdim.
o'tdim. Shunisi bilan O'tib qoldi. muborak bo'lsin. Rahmat. Tavsiya qilamiz. Tavsiya qilamiz. Navbatdagi natijalar tobora kuchaymoqda mana. Amaliy mashg'ulotlarni bir urinishda topshirish chiqdi. Opa, bunaqa bir urinishda topshirish uchun nima qilish kerak? Yaxshi o'qish kerak. Yaxshi o'qish kerak. Qayerda o'qish kerak, opa? Xavfsiz haydovchida o'qish kerak. Tabriklaymiz navbatdagi natijalar. Kimda kim shunaqa natija kerak bo'lsa, o'qish kerak ekan. Mana opani maslahatiga kiringlar, pravali bo'linglar. Motor ko'rib olinglar mana. Hurmatli do'stlar, navbatdagi natijalar. Mana, sinimiz. Yigirmatadan 20 davomli imtihonlarni Durdonaxon bitta urinishda topshirib chiqdi. Singil qiyinchilik bo'lmadimi? Kompyuterlarimiz birga bir savollari. Tabriklayman. Tavsiya qilasizmi? Albatta. Xavfsiz haydovchi Eng zo'r. eng zo'ri mana, eng zo'ri. Uka nima bo'ldi? 20 tadan 18 ta bu ham rezultat. Uka, молодец mana. Ukani o'zi kasal bo'lmang, uka mana. Singil tabriklayman. Qani, hurmatli do'stlar, ko'rib qo'yinglar, 30-iyun sanasi hech qanaqa xilofatchilik yo'q. Mana, chista natija. Hoji aka, qiyinchilik bo'lmadimi? Tabriklaymiz! Savollar. Domlalar o'rgatganda Tavsiya qilaman hammaga shu yerda o'qishni. Молодец. Hoji aka, amaliyotdan ham o'tib oling. Tabriklaymiz. Zapischi, молодец. Navbatdagi natijalar. Do'stlar, qaysi tomonga qarashni ham bilmay qolyapmiz mana. Imtihonga kirib, Burxoniddin 30-iyun sanasi bitta yashil sertifikatlarni mana qo'lga kiritib chiqyapti. Ko'ringlar, 20 ta. Ishni bo'lmaydi, yangi qilib beradi. Qiyinchilik bo'lmadimi? Domlalar o'rgatganda tavsiya qilasizmi? Do'st, tabriklayman. Молодец. Ketib qolmanglar, uni salqin joylar sizlar uchun. Sahifamiz obunachilar, navbatdagi natijalar, hurmatli do'stlar, Xavfsiz haydovchi avtomaktabidan Muhammad Yusuf. Imtihonga kiribdi, tabriklaymiz. Qiyinchilik bo'lmadi Muhammad. Savollar, bilgandingmi? Domlalar o'rgatgandek savollar. Kelib o'qisinmi, tavsiya qilasizmi? Xavfsiz haydovchi eng zo'ri, молодец. Kelinglar, o'qinglar, hurmatli do'stlar. Kimdan kim maslaqa bitta topshirdi natijalar kerak bo'lsa, Xavfsiz haydovchi avtomaktabida kutib qolamiz. Xavfsiz haydovchida g'alabalar davom etadi. Assalomu alaykum sahifamiz obunachilari. Bugun 30-iyun sanasi Xavfsiz haydovchi maktabidan o'quvchilarimiz olib kelganmiz. Barchasi muvaffaqiyatli topshirildi. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri! Tabriklaymiz!